Nima deysiz dadasi? Ha, yarashibdi, olaver. Bo'pti. Men olavermading. Sani tug'ilgan kuningga deb berdim-ku pulni. Shuncha pulga bitta kiyim olishga qornim og'ridi. Ha, mayli. Puliga qaramasdan kiyinadigan paytlar ham kelar. Pulim oshib ketsa ham bunaqa narxga kiyim olib kiymayman. O'zimdan ham pishiqsan-ey, tavba qildim. Bo'pti, sen uyga boravergin, beri ketib, men bir pas kira qilaman. Shundoq ko'p ishlayapsiz dadasi. Kechqurun uyga borib dam olsangiz bo'lardi. Sen ham yarim kechagacha tort pishirib chiqasan-ku. Seni ham qiynab qo'ydimi? Menga tort pishirish yoqadi. Yana ozgina sabr qilaylik. Xudo xolasa niyat qilgan do'konimizni ochamiz, xo'p? Xo'p. Mayli, yaxshi boring. Aytgancha qizlarga ilakishib yurmang yana. Jinnimi, sana kim qaraydi menga? Allohga omson ekan-a. Qara bir pasda 5-do'konim